To'g'ri kelib qilish odatda udil kelib qolgan nihoyat o'xshib ketirgan ishlarni sifatlashga ishlatildi. Buning ko'p hollarda kishining aqli yetmaydi. Bizning turmushimizga to'g'ri kelib qilish voqealarimi nihoyat ko'p. Bugun sinchaqning ko'pchilik bilan muzokara qilmoqchi bo'lgan dal turmushdagi ajoyib to'g'ri kelib qilish voqealari. Qatnash voqeasida qazo qilgan Akufka 1975-yili 7-oyning 18-kuni Bermuda Hamilton shahrida 17 yoshli Eskin Ayvin velosiped minib 4 ko'chag'iz o'tayotganda o'ylamagan yerdan bir taksi so'qib o'tib o'lib ketgan. Bu albatta bir tragediya. Bir yil ilgari Eskin Ayvinning aksi Nevilmo mush yo'lda bir avtomobil tarafidan 4 ko'chag'iz o'tganda so'qib o'tilgan. Uning ustiga hodisa paydo qilgani o'xshash bir taksi, o'xshash bir shofir bo'lib, hatto o'ltirgan yo'lovchimi o'xshash bir yo'lovchi edi. Mushundaq model kelib qolamdi. Ikki Akufka o'xshash bir xil usulda tasodifiy o'lib ketgan. Yillardan burungi uchish. Siz taqdirga ishonamsiz? Bu er-xotinning hikoyasiga odam haqiqatan hayron qoldi. 2011-yili Chengduda bir er o'zining qiz do'sti bilan to'y qilgan. Bir necha yildan keyin ko'n rasmlarni ko'rayotganda ayol tushgan suratdan o'zining simasini payqab qolgan. Bu surat 2000-yil tortilgan. Ayni chaqda u amdli 17 yoshga kirgan bo'lib, demakchi u ayol bilan tanishishdan burun tasodifiy o'xshash bir shaharning o'xshash bir manzil nuqtasi paydo bo'lib, fotoapparat tarafidan xotirlangan. Ayol rasmga tushayotganda yiroqda bir er turgan bo'lib, bu er o'zining necha yildan keyingi eri edi. Qiziqarli yer shuki, yo'ldoshim shu chaqda suratga tushyotadi. Bu to'g'ri kelib qilishmi odamning ishongisi kelmaydi. Konstantinopolining beshar Istanbulning ilgari qismi Konstantinople bo'lib, qudratli Vizantiya imperiyasining poytaxti edi. U sharaf bilan 1100 yildan ortiq qad ko'tarib turgan bo'lsa-mu, lekin 1453-yili bu shahar Osmon imperiyasi tomonidan bo'ysundirilgan. Qadimki Yunon filosofi oyda soy paydo bo'lganda Konstantinopol halak bo'ldi degan so'zni qilgan edi. 1453-yili 5-oyning 22-kuni bu joyda haqiqatan oy tutilishi yuz bergan. Bu kishilarni qattiq sarosima solgan. Ular oldingi qiyosning amalga oshishidan ansirgan edi. Ammo uzoq o'tmayla Konstantinopol haqiqatan qo'ldan ketib halak bo'ldi. Balo qazodan qutulib qolgan avtomobil. Bu avtomobil intayin talaylik bo'lib, yiqilgan daraxtning dal agri o'sgan yer bor bo'lib, avtomobil musharliqqa to'g'ri kelib qolgan. Bu 2016-yili Tayvanda yuz bergan ish. Ayni chaqda Tayvan qor bo'ronining ta'siriga uchrab, nurg'un dal daraxtlar o'rilib ketgan. Nurg'un imoratlar ta'siriga uchragan. Bu kichik avtomobil dal shularning ichidagi eng talayliklarning biri. Ko'chadagi ommaviy telefonda xizmatdoshining telefonini qabul qilib qilish. 1992-yili Amerika Dofning remotchisi Jason Pegler ishdan tushib uyga qaytadi. Tuyuqsiz yo'l bo'yidagi ommaviy telefon sayrab ketgan. U telefonni olgan. Telefon qilgani dal uning xizmatchisi Hamilton ekanligini bayqagan. Aslida Hamilton xizmat qilayotgan vaqtda faks apparati buzilib qolgan. U Jessonga telefon berib, yordam talab qilish qaror qilgan. Undan u Jessonning turalg'usiga telefon qilgan. Kishini hayron qoldiradigan shuki, Jessonning turalg'u telefon nomeri bilan yo'l bo'yidagi bir ommaviy telefonning nomeri o'xshash bo'lib, Jesson dal shu yerdan o'tib ketayotganda o'zini izlagan telefonni qabul qilib qolgan. Sinchaqning mazmunlarini yoqtirgan bo'lsangiz, asirlik e'londan o'zingiz kerakliklarini besib qo'ying. Yulduz belgisini yoritib qo'yishni unutib qolmang. Taraqqiyotimiz qo'llashinglardan ayrilolmaydi. Keyingi mazmunlar texnik sarxil.